Chaqaloqlarda qorin og'rishi tez-tez kuzatilib turadi. Odatda og'riqlar 3 haftadan boshlanib, 6-8 haftada og'riqlar avj nuqtasiga chiqadi. Keyin susaya boshlaydi. 3-oyning oxiri va 4-oy boshlariga kelib yo'qoladi. Qorin og'rig'i asosan kunning ikkinchi yarmi va kechasi bezovta qiladi. Og'riq paytida bola birdan chinqirib yig'laydi, orada tinchlangandek bo'ladi. Biroz vaqt o'tgach esa yana yig'isi avjiga chiqadi. Yig'layotgan paytda oyoqlarini tipirchilatib, tepinib yig'laydi. Demak, bugun qorin og'rig'ida chaqaloqlarga yordam berish va oldini olish usullari haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Birinchi yordam bu qorinni sekin-astalik bilan silashdir. Bu usul 3 bosqichda bajariladi. Qoringa issiq kompress, masalan, dazmollangan plyonkasini qo'yib, xonada biroz ko'tarib yuring. Oyoqlarni velosiped usulida mashq qildiring yoki oyoqlarni tekis ushlab, boshiga biroz tekizing. Qorindan bo'lishning oldini olish uchun quyidagi tavsiyalarga ham amal qilish kerak, ya'ni ko'krakni bolaga to'g'ri tutish. Oldingi videolarimizda ham demak buni eslatib o'tganmiz. Emizish davrida har qanday muammoning asl yechimi bu bolaga ko'krakni to'g'ri tutishdir. Chaqalog'ingizni sun'iy ovqatlantirsangiz, butilkani to'g'ri ushlayotganingizga ahamiyat bering. Emayotgan paytda sut bolaga birga havo kirib ketishiga yo'l qo'ymang. Emizishdan oldin bola 5-10 daqiqaga qorni bilan yotqizib qo'yish kerak bo'ladi va ana o'shanda esa qornidagi oshiqcha havolar chiqib ketadi. Emizib bo'lgach, bolani tik holatda demak ko'tarib turish kerak, kekirib oshqozondagi havoni chiqarib yuborish uchun. Uxlayotganda bolani yonboshiga yotqizsangiz, qorni dam bo'lmaydi. O'zingiz ham mosh, no'xat, xamir ovqatlar, qovurilgan va yog'li taomlardan parhez qilishingizga to'g'ri keladi. Agar 2 oylik chaqaloq yaxshi emsa, muntazam ichib kelsa, terisida hech qanday toshmalar, ya'ni atopik dermatit, diabetes ko'rinishida demak bo'lmasa, kunduzi yaxshi uxlasa, uyg'oq paytida quvnoq va faol bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Odatda 4-5 oylarga kelib, qorinning dam bo'lishi kamayadi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.